Ko'p qavatli uylarning yerto'la yoki tom qismi o'zboshimchalik bilan o'zgartirilishi bu ko'plab aholining hayotini xavf ostida qoldirishdir. Bunday harakatlarga qonunda ham javobgarlik bor. Ammo so'nggi paytlarda bunday noqonuniy qurilish ishlari aniqlanmoqda. Muxbirimiz mavzuni Samarqand viloyati misolida davom ettiradi. Samarqand viloyati hududiy qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi nazorat inspeksiyasi tomonidan o'tkazilgan o'rganishlar davomida Samarqand shahri Buyuk Ipak yo'li ko'chasida joylashgan ko'p qavatli uyning orqa tutash hududida fuqaro tomonidan bir qator noqonuniy holatlarga yo'l qo'yilganligi aniqlandi. Xususan umumiy foydalanishda bo'lgan hududni fuqaro tomonidan o'zboshimchalik bilan o'rab olish, noqonuniy naves qurilmalarni barpo etish, shuningdek ko'p qavatli uyning yerto'la qismini o'zboshimchalik bilan egallab olib, tayanch konstruksiyalariga shikast yetkazgan holda qo'shimcha eshik ochilgani kabi holatlar aniqlandi. Holat yuzasidan fuqaroga qonun buzilish holatini ixtiyoriy ravishda bartaraf etish yuzasidan ogohlantirish berildi. Ushbu aniqlangan holat bo'yicha fuqaroga nisbatan ogohlantirish beriladi. O'z ixtiyoriy ravishda holatni bartaraf qilish yuzasidan majburiy ko'rsatmalar beriladi. Ushbu majburiy ko'rsatmada berilgan muddat ichida fuqaro tomonidan holat ixtiyoriy ravishda bartaraf qilinmagan taqdirda O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy kodeksining tegishli qismlari bo'yicha jarima choralari qo'llaniladi. Undan keyin o'z ixtiyori bilan shundan keyin ham bartaraf qilmaganda majburiy tartibda bartaraf qildirish yuzasidan kerakli hujjatlar to'planib, fuqarolik ishlari bo'yicha sud organlariga da'vo arizalar kiritiladi. Bu kabi qonun buzilishlarini oldini olish maqsadida viloyat bo'ylab o'rganish ishlari olib borilmoqda. Malika Saidova, Ravshan Ahmedov, Zamon informatsion dasturi uchun Samarqandda.